Assalomu alaykum aka ukalar, ag'ayin jamoalar, aynalar. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Grupa podelitsiya qilib qo'ying. Agar podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiyani bosib qo'ysangiz, jalkama. Like'ni ko'tiga tepib qo'ysangiz, mana shu pulday ko'payib ketsin. Aynalar bilan 1-2 kun oldin Gulistonning birinchi nasozidan bir uka kidatib ketgan edi. Bolalarni kelib turib, mana shu pulni o'g'irlab ketgan edi. Video chiqqan edi. Ana shu pulni atasi olib kelib berdi. Kim ayna qandaysiz? Yaxshisizmi? Salomatingiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi, zo'r. Ayna bilan bir hafta oldin hijama qilgan edik. Vafshim zo'r ekan hijamamla shu davlenlerim baland edi, tushib normal bo'lib qoldi. Hech og'riq sezganingiz yo'q. Hammasi yengillik inshaalloh. Hammasi yani yengil bo'lib qoldi. Mahallalar, boshlar hamma yengil bo'lib qoldi. Mana bu o'zim kanalimga qo'yaman. Yana bir ikkita do'stlarimiz bor, ular qo'yadi. Keyin hozir osteoxondrozingizga biz shuluk qo'yapmiz. Shuluk hozir chapqani, shuni shulukni so'rayotgani bilinyapti ayna sizga. Buna og'riymi yo'qmi buna? Kim etib sal mal bilib, az bilmay qoldi. Bilinmay qoldi. Yaxshi. Buna endi mana shu osteoxondrozlaringiz mana tuzlarni haydaydi bu inshaalloh. Juda yaxshi bo'lib ketasiz. Ana o'zimizning xalqimizga, musulmonlarga nima deysiz? Bizni tavsiya qilasizmi yo'qmi? Buna ko'rib turganlar, YouTube'da ko'rib turgan ag'ayinlar, buna kelingizlar, hammasi zo'r. Buna men davlenim baland edi. Qon bosim oshib ketgan edi. Shuni bir marta hijama qildi. Davleni tushib normal bo'lib qoldi. Buna bo'yinda buna osteoxondroz bor. Sal-sal tomirlar tortiladi, ana shuga keldim. Buna hozir shuluk qo'yapti. Shuluk ham juda zo'r, odamga juda ham yaxshi xo'sh chaqayapti-da. Juda zo'r, inshaalloh mana bu inshaalloh bu tugab yaxshi bo'lib ketasiz, no qarang. Shuluklar juda semiryapti, to'yayapti inshaalloh. Hay, bo'pti ayna, rahmat. Hamma chinni aytish kerak, rosti to'g'risini aytish kerak. Bo'ldi ayna, rahmat. Molla Samet deydi, birinchi nasozdan. Atasi Mahsim. Molla Samet aynaning atasiga rahmat. Mana shu Alloh rozi bo'lsin, juda zo'r odam ekan. Va pulni olib kelib berdi. Alloh rozi bo'lsin shu odamdan. Va pulni olib kelib berdi. Birin so'm katilmagan. Va shunday olib keldiki, juda muomalasi yaxshi odam ekan. Endi nima deyman? Ukajon boshqa bir ishingni qilmagin. Bir yerga kelib turib, o'g'irlab turib, qaqshatib ketmagin. Birovni xonavayron qilmagin. Va aynalar men sizlarga hisoblab beraman. Ham ba'zanlar bu o'tirik demangiz, mana realni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 bitta bu yoqqa ziyat bo'lib ketibdi. Bitta ziyat sanab yotibmiz. 80. 400 ming so'm shu yerda bor. Endi men nima deyman? Aynalar barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Shu grupa podelitsiya qilgan aka-ukalarimizdan ham rozi bo'lsin. Va shu yerda 400 ming so'm pul bor. Endi bittasi ziyat sanalib ketibdi. Xato sanalgan bu yerda bor. Mollayna sizga rahmat. Birinchisi, chunki tushundingiz, olib kelib berdingiz. Endi bu yosh bola, har bir inson ham ashibga qiladi. Endi ukajon shu ashibgangni to'g'rilag'in. Boshqa pachka pullarni qaqshatmag'in. Birovni xonavayron qilmag'in. Davlatni qilib o'ltirmagin. Atang molla ekan. Atang oldida dars olgin. Aq qarani o'rgangin. Chalatang Mahsim ekan. Hammasini men bilib, menga kelgan dalillari. Hammasi. Любой qishloqda, Xudoga shukr, Yavan Mavol, Kalxazobodma, Qumsangirma, har bir qishloqda menda tanish bor. Palancha deb YouTube'ga chiqargandan keyin suratlaringga doğru keladi. Palanning balasi, pistanning balasi deb keladi. Lekin
Her bir adam özüge yarışa düşmanı var. Düşmanı aytadı. Başka kim aytadı? Keyin aynalarım düşmanı bolmasa ham başkalara ham aytadı. Hep ukagar deydi, palanca deydi, şol deydi. Bu harramxo'r deb aytadi. Lekin ukajon boshqa bu qilin qilmagin, o'zingni to'g'rilagin. Endi hozir bula YouTube'ga chiqib ketding. Endi bilmayman, hozir o'zimizda bir tuzuv odamlarga qiz tiyish qiyin bo'lib yotir. Endi sana qaytib qiz beradi deymanda sho'ga o'zim perjivaniya o'ylab yotiramanda. Tuzuv odamlarga qiz yo'q. O'g'irga qaytib qiz beraman bilmayman. Shuning uchun Aynajon, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Yana bir marta mollayna ata-enangizga rahmat. Shunday gaplaringizda ma'nosi bor ekan. Endi o'qigan adam bilan o'qimagan adam farqi bor aytadi. Bir gap borki, dunyo chamaning uzra zar ko'radurman, shu zar orasida xor ko'radurman deydi. Shuning uchun bu dunyoda zar zimmat bu pullar hammasi yurunda. Ertan xorliq ko'rmagan ukajon. Birovni bu muhojirning duosi deydi, Allohning nazdida qabul deydi. Qabul bo'lmasa loji yo'q. Birovni kidat qilmagin, faqat duosini olgin. Jonlaringiz zamon bo'lsin. Barchalaringizga rahmat aynalar. Hammalaringizga rahmat. Shu Gulistonning birinchi nasozdagi aynalarning hammasiga rahmat. Gruppa padil saqqan aynalarimizga ham rahmat. Like'ni bosqanga ham rahmat. Hammasiga rahmat. Shu sizlarning paddeshkalaringiz bilan mana shu pulg'ana keldi. Mana shu pulg'ana. Sizlar bo'lmaganlaringiz bu pulg'anadan yo'q edi. Umid o'zga edi. Allohu akbar degan edi. O'zlaringiz asrangizlar.